Azağusonlik mehmonlarimiz Urgut Mavla Ko'karbiya tarafdorligi nomidan İbrahim Erlan Polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Qozog'iston hamon musul Qozog'istonlik mehmonlarimiz Erlan Polvon Urgut Mavla Ko'karbiya tarafdorligi nomidan eng namunali polvon Otabek polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Uzun Qishloq Otabek polvon Tezasini yigitlar Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan eng namunali polvon Urgut va G'ashti Abdul polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan 2025-yilda eng namunali polvon İbagli Nuriddin polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan 2023-yilda eng namunali polvon nomini olgan Faxrullo polvon Beshkapa Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Tezasini yigitlar mikrofonda yigirayotgan polvonlar. Eng namunali polvon Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan Pravda Dilshod Hoji polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Dilshod Hoji polvon Pravda polvoni Tezasini qo'shga. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan eng namunali polvon Bek polvon kesin Bek polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Bek polvon Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan eng namunali polvon Kamongaron Abdusalom Hoji polvon Abdusalom Hoji polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Abdusalom Hoji polvon Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan 2025-yilda eng namunali polvon Xo'jaydiq Almos polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Xo'jaydiq polvon Almos polvon yigitlar tezlashtiringlar, to'yimiz vaqti ketyapti. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan eng namunali polvon Shtoblik Doston polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Doston polvon Shtob polvoni Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan yilning eng otqaruvchisi ot boqish bo'yicha chempioni eng namunali polvon Botir polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Botir polvon bo'lsin. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi 2025-yilda eng namunali polvon Abduxoliq polvon Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi 2025-yilda qolaversa barcha yillarda Urgut tumaniga o'zining katta hisobini qo'shib berayotgan katta tadbirkor otboz Urgut tumani quloq ko'pkari rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Beqiyos hojibamiz Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi. Qarshi olqishlar yigitlar. Beqiyos hojibamizga 2025-yilda Urgut tumani Ko'karbiya tarafdorligi nomidan Urgut tumani Ko'kari rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Azimxon Eshonbobo Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi azizlar. Urgut tumani Ko'karbiya tarafdori 2025-yilda Urgut tumani Ko'kari rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Qonun raisimiz Rüşvü Faxriy yerlik bilan taqdirlanadi azizlar.
Ürgüt Ulaqko'kar Viloyati rahbarligi 2023 yilda Ürgüt tumani Ulaqko'kar rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi uchun Hokimjon akamiz Arabod egasi Hokimjon akamiz ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadizlar. Omon bo'lsin. Ürgüt tumani Ulaqko'kar Viloyati rahbarligi Ürgüt tumani Ulaqko'karga rivoj qo'shgan salmoqli hissasi uchun Algonik ot egalari omon bo'lsin. Nosir Hoji akamiz ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadizlar. Nosir Hoji akamiz omon bo'lsin. Polkovnik ot egalari Ürgüt Ulaqko'kar Viloyati rahbarligi nomidan 2023 yilda Ürgüt tumani Ulaqko'karga rivoj qo'shgan salmoqli hissasi uchun Zafar akamiz Otboz omon bo'lsin ismida. Islomdalik Otboz Zafar akamiz ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadizlar. Ürgüt tumani Ulaqko'kar Viloyati rahbarligi nomidan 2023 yilda Ürgüt tumani Ulaqko'karga rivoj qo'shgan salmoqli hissasi uchun Qodir akamiz omon bo'lsin. Qodir akamiz ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadizlar. Ürgüt Ulaqko'kar Viloyati rahbarligi nomidan 2025 yilda Ürgüt tumani Ko'kariga qo'shgan salmoqli hissasi uchun ispanza tarixiy sot egalari Azamat Hoji akamiz ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadizlar. Azamat Hoji akamiz 2025 yil Ürgüt tumani Ulaqko'kar rivojini qo'shgan salmoqli hissasi uchun mana shu Ürgütimizni aylantirishga qarshi bo'lib, bizlar bilan yonma-yon turib, yelka-melka turib, hamma otboqlarni, hamma polvonlarni birdan ko'rsatgani uchun Salohiddin raisdan faxriy yorliqni federatsiya raisi nomidan topshiramiz. Ana endi yigitlar, bugungi to'y sohillari o'zlari niyat qo'ygan polvonlarga so'rim beraman deb to'yimiz boshida, to'yimiz avvalida Sarlabash Doston polvon ketiradilar. Doston polvon bir televizor 500 ming so'm, yarim million so'm bo'lmoqda deb to'soqlar nomidan. Doston polvon Doston polvonga bir televizor 500 to'soqlar nomidan bezatildi. Aslan polvon omon bo'lsin. Oltin chavatda